Xitay ishghaliyitidiki ana yurt uchun köresh qilghuchi NASA Injénéri bilen Söhbet. Aptori Arun Shrengk. Muharrirning ilovasi. Arun Shrengk yazgan mazkur maqola bu yil 5-oyda Amerika hukumatining National Public Radio yoki NPR deb ataladigan mamlakatlik radio stansiyasida angltildi. Hamda ash radioning tor betida e'lon qilindi. NPRning Amerikada 1000dan ortiq radio stansiyasi bor bo'lib, haftalik anglag'uvchilarning soni 15 milliondan oshadi. Bu maqola NPRda angltilgandan keyin NASA'ning Erkin Sidiq ishlaydigan boshqarmasidagi nurg'un kishilar uningga ilxat uchur yo'llab, uni tabriklagan va uningga rahmat aytgan. Burun Erkin Sidiq tava bo'lgan guruhga boshliq bo'lib ishlab, keyin o'sib ketgan bir boshliq o'zining uchurida mundaq degan. Erkin, sen millating uchun naiti ulug' ishlarni qilib o'tibsan. Buningdan keyinmi davomli tirishqin. Dunyo miqyosida tojsimon virus yamirganda Erkin Sidiq bu dunyoviy vaboning xalqaroliq tekshiruvchilarni uning Xitoyning g'arbiy shimolidagi besivilingan vatani, ya'ni Sharq Turkistonni ziyorat qilishga, shundaqla bu yerdagi maxfiy jazo lagerlarining ishchi yuzini echishga qoyil qila olishi mumkin deb o'ylagan edi. Biz ba'zi kishilarni Sharq Turkistonga avatishimiz, shundaqla o'tganki 3 yilda u yerda nima ishlarning yuz berganligini bila olishimiz va bularga qarta ba'zi ishlarni qila olishimiz mumkin deb o'ylagan edim, deydi Erkin Sidiq. Chet eldagi bu Uyg'ur olim yillardan beri xalqaroni Sharq Turkistondagi ahvolga aralashishga undab kelgan edi. 2018-yili 8-oyda Erkin Sidiq maslahatchisi bo'lgan Dunyo Uyg'ur Qurultiyi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bir komitetiga o'zining mo'lchircha Xitoy hukumatining 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa yerlik musulmon millat kishilarini zamonaviy jazo lagerlariga solib olganligini aytgan edi. Bu mo'lchar keyin Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi shundaqla bir qator mustaqil tekshiruvchilar va kishilik huquq tashkilotlari tarafidan dalillandi. Bundan boshqa necha million Uyg'ur o'tgan necha yilda o'z vatanida bostirilishga uchrab keldi. Ularning gap so'z, mengish turish va bordi keldilari Xitoy Kompartiyasi tarafidan nazorat qilindi va cheklandi. Mazkur jazo lageridan qutulgan Uyg'urlar o'zlarining qiyin qistoqqa uchirganligini va Xitoy Kompartiyasining tashviqotlarini yodlashga majburlanganligini aytdi. Bu insoniyatga qilingan jinoyatdir. Men buni to'xtatish uchun ba'zi ishlarni qilmoqchi. Men nihoyatda ozuqlayman, besib ishlayman. Mening hafta oxiri dam olishlarim yo'q. Men ashu kishilarni, ya'ni vatandagi qarindoshlarimizni qutqizish uchun qo'limdan nima kelsa shuni qilyapman. Men qanchalik odamni qutqiza oladiganligimni bilmayman. Ammo nurg'un kishilar bu ishga ko'ngil bo'lmayotidi, dedi Erkin Sidiq Santa Claritadagi uyida. Erkin Sidiq NASA'ning purkuma ittirish tajribaxonasi, ya'ni Jet Propulsion Lab'ning yuqori darajalik optika injineri. U biz turayotgan quyosh sistemasining sirtidagi planetlarni bayqashga ishiltiladigan olam teleskoplarini yasash bilan aldirash bo'lmagan chog'larda vaqtini Uyg'ur xalqining dardini anglitishga sarf qiladi. Erkin Sidiq navbatdagi tojsimon virus sababli Sharq Turkistondagi ahvoldan texmi bak andish qilmoqda. Xitoy hukumati oldingi oyda, ya'ni 2020-yili 4-oyda 20 milliondan ortiq nupusi bor. Ya'ni bu Xitoy ta'minlagan sonliq ma'lumot. Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning nupusilar 30 millionga yetadiganligi mo'ljallanmoqda.
bu rayondagi tajsimon virus bilan yuqumlanğuchilarning 100 ga yetmaydiganligini va bir necha yil odamning bu kasal sababli hayotidan ayrilganligini e'lon qilgan edi. Erkin Sidiq bu gaplarga ishonmaydi. U qamal ostida yashayotgan millionlagan Uyg'urning bo'libmi lagerga, turmalarga solanganlarning va orliq saqlab ishlash mumkin bo'lmaydigan zavodlarga majburiy opirilganlarning ahvolidan ansirmoqda. U Uyg'urlarning hayotini pahal o'rnida ko'radiganligi isbotlangan Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda vabo yomg'irgan taqdirdimi buni ko'rmasga selishidan qo'rqidi. Yuragim yig'laydi. Chunki ularning hammasi yo'q bo'ldi. Janubiy Kaliforniyaning har qaysi joylarida yashayotgan 100 ga yaqin Uyg'ur bor. Ularning ko'pinchisi Erkin Sidiqqa o'xshash Los Angeles rayoniga o'qishga kelganlar. Yaqinqi yillarda Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi bostirish siyosatining kuchayishiga ergishib, shundaqla Sharq Turkistondagi oila tavobatlari bilan bo'lgan aloqaning uzilib qolishi sababli nurg'un yerlik Uyg'ur o'quvchilar, ya'ni Sharq Turkistondagi vaziyat haqida so'zlashga boshladi. Ularning ba'zilari Xitoyning Sharq Turkistondagi urug' tuqqanlardan o'ch elishidan qo'rqib, ismini yoshirib so'zladi. Erkin Sidiq muajiratdagi Uyg'ur ma'rifi va kulturni ilgari suradigan bir qancha tashkilotga yetakchilik qilmoqda. Bultur u Turkiya, Kanada, Awustraliya va Yaponiyani o'z ichiga olgan muayyan miqdorda Uyg'urlar bor bir qancha davlatni ziyorat qildi. U 2018-yildan boshlab Janubiy Kaliforniyadagi va boshqa joylardagi sinflar, cherkovlar, islomiy maktablarda 10 necha qatim leksiya so'zlab, o'zining NASAning injenerligi salohiyatidan foydalanib, Uyg'urlarning masalasini anglitishga tirishdi. Erkin Sidiq o'rta maktab o'quvchilari bilan liq to'lgan zalda 45 minut leksiya so'zlab, buning ichidagi 15 minutda olam teleskop haqida to'xtalib, Uyg'urlarning ahvoli haqida 20 minut to'xtaldi va oxirgi 10 minutda ularga dutor chelib berdi. U doim YouTube'dan dutor muzikalarni anglab turadi, lekin endi anglamas bo'ldi. Men hozir bu filmlarni ko'rolmayman. Ko'rsam yig'lab solaman, chunki hammasi o'tmishga aylandi. Tonulgan naqshchilar, san'atchilarning hammasi jazo lagerlarida. Bu ish yurakni ezidi, deydi u. Sharq Turkistondagi eng dongliq dutorchi, xalq muzikanti va shoir Aptori 2017-yil qo'lga ilingan. Bu dongliq dutorchi Uyg'ur shoiri Aptori Abdullaning Atala degan she'rdagi biz ataldiq bazmida yigit, atalar janglarda shahid degan misralarni naqsh qilib o'qiganligi sababli Xitoy Kompartiyasining g'azabini qo'zg'ab qo'ygan edi. Boshqalar qilganni bizmi qila olamiz? Erkin Sidiq Sharq Turkistonning Aqsu viloyatida tug'ilgan. 1949-yilgacha bir qancha yil davomlashgan Sharq Turkiston Jumhuriyati bu yerda hokimiyat yurgizgan edi. Ammo shuningdan keyin mazkur davlat Xitoy kommunistlar tarafidan besib olindi va keyincha Tibetga o'xshash atalmish avtonom rayon qilindi. Sharq Turkiston, ya'ni Xitoyning statistikasiga ko'ra 10 milliondan ko'proq Uyg'urning vatanidir. Uyg'urlar Turkiy tilida so'zlashadigan mutlaq ko'p qismi musulmon xalq. Shundaqla ular kultur jihatda Beyjingga qaraganda O'rta Osiyo bilan texmi ko'p o'rtaqlikqa ega. Uyg'urlar necha yuz, hatto necha ming yildan beri Qashqarga o'xshash Ipak yo'lining tugunidagi shaharlarda yashab kelgan. Xitoy 70 yil burun
bu yerni besib alganda, Sharqi Turkiston aholisining taxminan 80% Uyg'ur edi. Hozir Xitayning to'xtamay nüfus yetkish natijasida bu nisbatan, ya'ni Xitayning statistikasiga ko'ra 45%ga tushib qoldi. Erkin Sidiqning Uyg'ur da'vosi Sharq Turkistonda o'quvchilik mezgillarida boshlangan. Uning aytishicha, u ayni chog'larda Xitoy o'quvchilarining kamsitishga uchragan ekan. Xitoylar Uyg'urlarni qaloq deb o'ylaydi. Men undaq emas, haq qilganni bizmi qila olamiz. Men sizlarga isbotlab beray deydim. Mening zehniyatim ashundaq. Bu ham mening mushuncha tirishishimdagi sabablarning biri deydi u. Erkin Sidiqning deyishicha, u Xitoyning madaniyat inqilobi mezgilidagi bilimning foydasi yo'q degan shuar haqida o'ylangan va dal shuning aksicha yo'l tutib, tirishib o'rgangan va oliy maktabga kirish imtihonida yuqori nomer olgan. 1978-yili Erkin Sidiq Sharqi Turkistonning markazi Urumchidagi atalmish Xinjiang universitetiga o'qishga kirib, fizika fakultetining eng oldingi qatordagi o'quvchisiga aylangan. U o'quvchilar rahbari, shundaqla maktabda o'zligidan inglizcha o'rgangan tunji o'quvchi edi. İngilis tili öğrenişini dastlab başlagan vaqtimda hech kim menga ishonmadi. Meni zanglik qilishdi. Lekin bir qancha oydan keyin maktabdagilar qiliyotgan ishimni to'nib yetib, maktabning gazet, radiolarda men to'g'risida gap bo'lishga boshladi, deydi u. Erkin Sidiqning deyishicha, u 1983-yili o'qish bitirgandan keyin ma'lum darajalik Xitoy Kompartiyasining sekretari uningga oldida ilm-fan tadqiqotini davomlashtirish yoki o'ziga o'xshash partiya amaldori bo'lishdan iborat ikkili yo'l borligini, amaldorlik yo'lini tanlasa maxsus shofri va oshpaz bo'ladiganligini aytgan. Lekin Erkin Sidiq ilm yo'lini tanlagan. U 1988-yili Kaliforniya shtatlik universitetining Northridge sho'basiga o'qishga kirganda allaqachon Sharq Turkistondagi Uyg'ur ma'rifining avangardiga aylangan edi. U pidai maslahat berish mulozimati ta'sis qilib, boshqa Uyg'urlarni Amerikaga kelib o'qish haqida maslahat bilan ta'minlagan. U torda farzand tarbiyasi va hayot nishoni belgilash qatorliq temalarda Uyg'urcha maqolalarni yozib, Sharq Turkistonda nurg'un agashkuchilarga ega bo'lgan. Men ashu shaklda kishilarga ta'sir qilgan edim. Bu Xitoy hukumatining mendan qo'rqishidagi sabablardan biri. Men ular, ya'ni Uyg'ur qarindoshlarim uchun energiyaga aylangan edim, deydi u. 1990-yillari Erkin Sidiq Los Anjelesdagi chog'larda Sovet ittifoqi parchalangan va O'rta Osiyoda mustaqil musulmon davlatlari paydo bo'lgandan keyin Sharq Turkistondagi mustaqilchi tashkilotlarga bo'lgan oshkora yordam kuchaygan edi. Kishilar shuningdan, ya'ni Sovet ittifoqining parchalanib, O'rta Osiyo jumhuriyatlarining mustaqil bo'lganligidan umidlangan edi. Boshqalar mustaqil bo'lgan yerda biz nimishqa mustaqil bo'lmag'idakmiz? Biz Xitoy Kompartiyasining hokimiyati ostida yashay olmaymiz, deyishdi. Agar Xitoy 1949-yildagi va'dasida turib, haqiqiy avtonomiya bergan bo'lsa, bu ishlardan saqlanғылы bo'ladi, deydi Erkin Sidiq. 1998-yili Erkin Sidiq boshqalar bilan birga Amerika Uyg'ur birlashmasini qurgan. Bu Washingtonga joylashgan Uyg'ur da'vosini qo'llaydigan tashkilot edi. Erkin Sidiqning deyishicha, Xitoylar shu sababli uni qor tizimlikka kirgizib, shuningdan keyingi 10 yilda uningga viza bermagan. Xitoyning yavoyligi. Erkin Sidiq oxirgi qatim 2009-yili Sharq Turkistonga borgan
va Şinjan Universitetida savol-javob majlisiga qatnashib, yuzlagan o'quvchilar bilan ko'rishgan. Shuningdan bir oy o'tgandan keyin uzoqdan beri Sharq Turkistondagi ko'chman Xitoylarga a'lo muomala qilinib, yerlik millatlarning kamsitilishiga bo'lgan noroziligi sababli Sharq Turkistonning markaziy Urumchida to'qinish yuz bergan. Xitoyning xabariga ko'ra, shu qitimliq to'qinishda 200 dan ko'proq odam o'lgan bo'lib, ularning ko'pinchisi Xitoy. Shuningdan keyingi 10 yilda Sharq Turkiston jiddiylik va mustaqillik harakatlari adidi va Xitoyning zulmimi bargan sir kuchaydi. 2009-yildan keyin Xitoy hukumatı men bilan ko'rishishni yoki aloqalashishni jinoyat deb bekitdi. Ayni chog'da men bilan ko'rishgan o'quvchilarning nurg'uni saqchilar tarafidan so'roq qilindi, o'qishdan haydaldi yoki yo'qotildi deydi u. Erkin Sidiq Sharq Turkistonda nurg'un Uyg'urlarning o'ldirilganligini, shundaqla yozg'uchi va olimlarni o'z ichiga olgan, uningdimi ko'p odamning qo'lga ilinganligini biladi. Hatto Erkin Sidiq bilan ilxat orqali aloqalashgan Sharq Turkistondagi o'quvchilarning ba'zilarimi shuning dardiga uchirgan. Erkin Sidiqning deyishicha, Sharq Turkistondagi Erkin Sidiq ismli bir odam ismining o'ziga o'xshash bo'lib qolganligi sabablikla qo'lga ilingan, qiyin qistoqqa ilingan va oxirida o'lib ketgan. Ani shu ishlar sabablik kechallarmi ko'zimga uyqu kelmaydi va qo'limdan kelganini qilishga tirishaman deydi u. 2014-yili Xitoy terrorizmga qarshi turish bahonasida Uyg'ur kulturini nishon qilgan qattiq zarba berish harakatini boshladi. Xitoy hukumat hujjatlarida ko'rsatilganidek, Xitoy raisi Xi Jinping, ya'ni Sharq Turkistonda Amerikaning 11-sentabr vaqasidan keyingi terrorlikqa qarshi urush andisini qo'llanish buyruq tushirgan. Xitoy bilan to'limi qo'yiq munosabati bor Suriya hukumatining xabariga ko'ra, bir qancha ming Uyg'ur jihad qilish uchun Suriyaga borgan. Buningdan sirt Xitoy yana Sharq Turkiston islom harakatining Sharq Turkistonda bo'lgunchilik harakatlari bilan shug'ullanganligini ayblab kelgan. Lekin Xitoy tig' uchini atalmış terrorlikqa qarshi bilanla cheklanib qolmay, mo'tadil diniy fikrlarni va mustaqillik haqidagi tinch muhokamalarni bostirgan. Sharq Turkiston butunlay qamal qilingan saqchi davlatiga aylangan. Milyonlagan Uyg'ur kecha-kunduz nazorat qilingan va vujudidagi Uyg'ur kulturining ifodalari sababli qo'lga ilinish xavfiga duch kelgan. Vatandan kelgan uchurlar. Erkin Sidiq o'zining uyidagi ishxonasida chet eldagi Uyg'urlar uchun vatanimizdan kelgan yangi uchurlar degan temada video e'lon qilib turdi. Erkin Sidiq 2017-yildan buyon o'zining oilasidagilar haqida uchur ololmayotdi. Chunki Erkin Sidiq bilan so'zlashish ularning lagerga solinishiga sabab bo'ladi. Lekin chet eldagi Uyg'urlar va sobiq lager tutqunlarining guvohlik berishi, Xitoyning hukumatining oshkorlangan hujjatlari, sun'iy hamrohdan tortilgan suratlar va an'anaviy taratqulardagi to'limi oz xabarlarning natijasida jahon ahli Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatining qaysi darajada ig'ir ekanligini tushunishga boshladi. Sharq Turkiston chat, shundaqla ichki quruqlikda bo'lg'achqa, Xitoy bu xil afzallikdan foydalanib, bu yerdagi uchurlarni qattiq tizginlab keldi. Shu vajidan Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga aloqador eng dastlabki uchurlarning ko'pinchisi Erkin Sidiqqa o'xshash chet eldagi Uyg'urlardan kelgan. Bu Uyg'urlar Sharq Turkistonning ichki-sirtida safar qilib va oilasidagilar bilan aloqalashib turadi.
biz eng dastlabda, ya'ni Sharq Turkistondagi kishilarning qo'lga ilinayotganlik, yo'qab ketayotganlik xabarini ana shulardan angladik, deydi Germaniyalik mustaqil tadqiqotchi Adrian Zenz. Adrian Zenz kommunizmning ziyonkashligiga uchirg'uvchilarni xotirlash fondining yuqori darajalik Xitoy ishlar tadqiqotchisidir. U 2016 yildan boshlab Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatlarini tadqiq qilishga boshlagan. Uning dokladlari va sonliq ma'lumot tahlillari tunji qitim Xitoy hukumatining Sharq Turkistonga necha 10 minglagan bexatarlik saqlash xizmatchilarini akelganligini oshkorlagan va shu orqali 1 million yoki uningdan ko'p Uyg'urlarning lagerlarga qamalganligini mo'ljarlashga turtki bo'lgan edi. Adrian Zensning asosliq uchur manbasi Xitoy hukumatining qurilishlarga g'ayrida chaqirish e'lonlariga o'xshash jazo lagerlarining ko'lami va doirasi haqida tafsiliy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan hujjat materiallardir. Xitoylar boshqalarning bu Xitoycha hujjatlarni va bu xil materiallarning zodi nimaga aloqador ekanligini tahlil qilib yurishini o'ylab boqmagan edi, deydi Adrian Zenz. Bultur Xitoy hujjatlari degan nomda oshkorlangan Xitoyning hukumat hujjatlari Xitoy hukumatining bu yovvoyi qilmishlarining texmo ro'shan paketlaridir. Xalqaroning inkosi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bir komiteti 2018-yili 7-oyda Sharq Turkistondagi jazo lagerlari masalasini muzokara qilgandan keyin Xitoy oxiri lagerlarning mavjudligini e'tirof qildi. Lekin hukumat amaldorlari bu lagerlarni islomiy ashqulliqning ta'siriga uchirgan kishilarni tarbiyalash va o'zgartishni nishon qilgan kasbiy tarbiyalash markazlari deb turib oldi. Shu yilning oxirida Xitoy gepidan yenib olib, lagerlarning mavjudligini e'tirof qilish orqali uni qonuniylashtirdi. Xitoy davlat taratqularimi lagerlardagi Uyg'urlarning ijobiy kechmishlariga aloqador xabarlarni e'lon qildi. 2019-yili 3-oyda Amerika va boshqa g'arb davlatlari Janvada o'tkazilgan kishilik huquq yig'inida guruh muhokamasi elib bordi. Adrian Zenz va boshqa mutaxassislar bu yerda Sharq Turkistondagi jazo lagerlari haqida guvohlik berdi. Bultur 5-oyda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashidagi 22 davlatning vakillari birlashma bayonot e'lon qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan Xitoyning Uyg'urlarni zo'ravonlik bilan bostirishi qarta tekshirish elib berishini talab qildi. Shuningdan necha kun keyin boshqa 50 necha davlatning elchilari buningga qarta Beijingning Sharq Turkistondagi kishilik huquq ifodasini maqtaydigan birlashma xushomadnoma e'lon qildi. Amerika bu ikkisining hech biriga imzo qo'ymadi. Lekin ular Xitoyning Uyg'ur siyosatini oshkora aybladi. Davlat sekretari Pompeo buni bu asrning deg'i dedi. Trump hukumati yana bir Uyg'ur tadqiqotchini Davlat bexatarlik komitetining Xitoy ishlari direktori qilib tayinladi. Bu ish Erkin Sidiqqa o'xshash Amerikada yashaydigan nurg'un Uyg'urni xursand qildi. Amerika hozirgacha Uyg'urlarning bu masalasini hal qilish uchun eng ko'p kuch chiqargan davlatdir. Lekin butun dunyo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Yevropa ittifoqining bu jihatdagi qadami bakla asta. Uyg'urlar kunda minglab qirilib ketyapti. Bu allaqachon irqiy qirg'inchilikqa aylanib bo'ldi, deydi Erkin Sidiq. Kishilar Uyg'urlar to'g'risida gap qilmas bo'ldi. Sharq Turkistonning qattiq kontrol qilinadigan bekik muhiti, saqchi tizgini va kuchlik nazorat apparati sababli bu yerda ijtimoiy musofani saqlash nisbatan oson.
Әмма шунысы рошенки, жаза лагерлерінің яки тықмы завудларның ішчіде ijtimoiy musofir deydigan нәрсе mavjud emas. Шуңа vaba haqidagi ahvolning qandaqligiga bir narsa deyish qiyin deydi Adrian Zenz. Halbuki tajsimon virus yamrab bir qancha oy o'tgandan keyin Erkin Sidiq bu vabaning Xitayning Sharq Turkistondagi bostirish siyosatini o'zgartishiga turtki bo'lishidan umidini uzdi. Kishilar Uyg'urlar to'g'risida gap qilmas bo'ldi. Taratqilardagi bütün xabarlar tajsimon virus to'g'risida bo'lyotdi. Bu ish odamning ko'nglini to'lim yerim qiladi. Hozir hech kimning kor bo'lmag'achqa Xitoy qilg'ulqini oshkor qilyotdi. Ularning qilyotqani insoniylikqa zid. Biz ularga o'xshamagan bir irqdan bo'lganligimiz uchunla ular bütün bir millatni yo'qotib etmoqchi bo'lyotdi, deydi Erkin Sidiq. Hozir Xitoyning ishg'oliyati ostidagi Uyg'urlar ikki xil tahdidga duch kelyotdi. Biri hukumat yetakchiligidagi bostirish, yana biri ajallik tajsimon virusi vabasi. Hozir Erkin Sidiq hech kimning Uyg'urlarni bu ikki tahdiddan qutuldirish uchun harakat qilishidan umid kutmaydi. Hozir men Uyg'urlarning beshiga kelgan qismat davomlashadigandak his qilyapman. Lekin men Köreshni to'xtatmayman, deydi Erkin Sidiq. İngilizcedən Enwer Qara Qurum terjime qildi. Menbe Uyghurlar tor jornalining 9 sanidan elindi.